Bu gap yangi uylangan kuyov bolalarga va uylanmoqchi bo'lgan yigitlarga. Uylangan kuningiz birinchi kuni kelinchakka ayolingizga ayting. Menga qara. Ikkov quloqing bilan eshitib ol. Aslo menga ota-onamni, aka-ukamni, opa-singillarimni, yaqinlarimni menga yomonlama. Aslo menga ularni yomonlamagin. Agar sen meni yaqinlarimni yomonlaydigan bo'lsang, men seni yomon ko'raman deng. Seni yomon ko'rib qolaman deng. Meni yaxshi ko'rishimni xohlasang, men seni hurmat qilishimni xohlasang, menga opa-singlim, aka-uka, ota-onamni yomonlama deng. Agar men seni yaxshi ko'rishimni, meni mehrimni, meni hurmatimni qozonishni xohlasang, menga faqat ota-onamni, aka-uka, opa-singillarimni yaxshilik tarafini ayt deng. Menga ularni yaxshilik tarafini aytgina, shunda men seni kaftimda ko'taraman. Shunda men seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Shunda men seni hurmat qilaman deng. Aslo menga yaqinlarimni yomonlamagin. Faqat yaxshilik tarafini aytgin deb birinchi kunda kelinchakka ayolingizga shu gapni uqtirib qo'ying ya. Hayotingiz mana shundoq bo'ladi.